Yaxshiman. Qo'llarim yaxshi bo'lib qoldi ancha. O'zim umuman ish bilmasdim bundoq. Uyqu yo'q edi, uyqu yo'q edi. Yo'q edi umuman. Bir kechasi bilan deb uxlamas edim. 3 kundan beri umuman bilmayman. Tosh bo'lib uxlayman, yaxshiman. Kunduz kuni ham uxlaysiz, kechasi ham uxlaysiz. Bo'ldi, ovqat qo'yaman, uxlayman, turaman, tag'i shunaqa bo'yatdim, yaxshi. Uni ustiga bugun kechadan beri nima edi? Kalaska. Uni olmayapman. Bir o'zim Yuribsan. Bitta odam yonimda tursa yaxshi yuribman. Umuman turmas edim, qo'rqar edimda. Yo'q, yaxshiman, Xudoga shukr. Yaxshi, Allohimga behisob shukronalar bo'lsin. Kelganingizga mana 3 kun bo'ldi-da, to'g'rimi? 3-kun, bugun 4-kun. Bugun 4-kun. Yaxshi, shundan keyin o'zingizni yaxshi his qilyapsiz. Harakatlaringiz yengil. Mana sal-pal anaqa bo'yatdim-ku, umuman gapira olmasdim. Bir narsani aytib deb turar edim. Yaxshiman, mana aytib bularga anaqa qilyaptim, men yaxshi gapiryaptimmi, sizlar gapirdinglarmi deb so'rayapman. Yaxshi. Shunda insult bo'lganingizga qancha bo'ldi? Birinchi martasida 7 oy bo'ldi. Bunisiga oldingizda yana 2 marta bo'lganlar. Bittasida 26-yili. Mashina 2 yil oldin. Oldin. 24-yil. Oldingisida 18-yil edi. 7 yil o'tib ketganda. Tushunarli. Xursandmisiz? Yaxshi bo'yatdim. Bu hali boshlanishi, xudo xolasa. Alloh taolo shunaqa mehribon zot, shifo Allohdan, endi biz ozgina sababchi. Aytganingiz kelsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sog' bo'ling.